bugun o'qib qoldim, kommentariyada mошенниксizlar deb yozyapti. Menga qaranglar, mana qancha pulim bor? 1 2 3 4 5 6 7 700 dollar. Agar bize haromxo'rlik qilayotganimizni, agar bizlar odamlarni aldab pulini olib svarkani o'rgatmayotganimizni va falshiviy hujjatlar berayotganimizni isbotlab bera olsang, mana sen qaysi biring meni xeyterlarim ko'p-ku, любой agar meni mошенникligimni, o'quv markazimiz odamlarni aldab yurganini, mana shu litsenziya sertifikatlar hammasi soxtaligini, mana shu litsenziya sertifikatlar hammasi soxtaligini isbotlab bergin. Men senga mana shu 700 dollarni shundoq kelasan, mana shundoq sana beraman, tushundingmi? Mana shundoq sana beraman. Erkak bitta gapiradi. Isbotlab ber, bizning mошенникligimizni, bizga berayotgan hujjatlarni noqonuniyligini isbotlab bergin. Mana QR kodlari bor, mana litsenziya raqamlari hammasi chiqib keladi-da. Isbotlab bergin, men senga 700 dollarni o'zim shundoq sana beraman. Olib ketasan, mana shu QR kodni falshiviyligini, hujjatlarimiz, o'qishimiz yolg'onligini isbotlab bergin. Mana shu 700 dollar saniki bo'ladi. Qanday tushunding? Sog' bo'l.